Hormanglar jigarlar, mana shu ko'rib turgan kvartiralarni bundan 4-5 yil oldin men o'zimga korobka holat sotib olgan edim. Deyarli remont ishlari 90-95% bitib qoldi. Bu videoni qilishimdan maqsad bitta biznes ideyaga kelib qoldi. Kam pul ishlatib, chiroyli remont qilishga yordamlashmoqchimiz va o'zimdan uyimdan boshlab ko'rdim bu ishni. Unaqa qimmat remont qilganimizda yo'q, sababi lokatsiyasi unga pozolyat qilmaydi. Kirishinglar bilan shunaqa koridorlarni kutib oladi. Iloji boricha yarki ranglardan foydalandik. 72 kvadrat umumiy maydonimiz. Bu tarafda shunaqa eshiklar qo'ydik va albatta oshxona, shunaqa kuxnyasi ham bor. Xolodilnik bu yerda, bu tarafda shkaf, mikrovolnovka bu yerda bor. Sanuzelga yuzlanadigan bo'lsak, молочный ranglardan foydalandik bu yerda. Spirgilar bor ekan, xab bo'lmaysizlar. Kir moshinani bu yerga joylashtirdik, rakvina va dushvoy kabina qildik. Oyna qilmaganimizdan sababi u doim kir yag'ir bo'lib yotadi. Shuning uchun o'zimizdan o'zbekcha variant ham tinch. Va o'ng tarafimizda shundoq bizani spalni kutib oladi. Jaluzilarni chiroyli qilib ilib qo'ydik. Konditsioner. Hozir qatdan qanaqa olganimni birma-bir sanab o'tmoqchiman. Birinchi uy obzorini